Shunaqa holatlar bo'lgan. Bankomatdan ortiqcha pul olgan, lekin bu narsani bankka aytmagan. Bunaqa holatlarda bu narsani baribir topiladi. Nimagaki bu narsa video kuzatuvi bor, bankomatda video fiksatsiyasi bor. Har bitta amaliyotda tranzaksiyani registratsiyasi bor. Bankomatda o'sha vaqtdagi holatda qaysi odam qancha pul yechdi, necha pul berdi, qayerda xatolik bo'lgan, bu narsani log fayldagi logirованиеga yoziladi. Foydalanuvchilardan bu narsani hali topilmagan holat bo'lmagan, bu narsani oxiriga barib yetilgan, bu pulni qaytarishga majbur bo'lgan. Agar shu holatda pulni yechib turib, qanchadir summani yechib ketib yoki endi to'g'risi pul berganda ko'proq bersa, ba'zida xursand bo'lib, adashib mana shunaqa berib qoldi deb ketib qolishi mumkin. Bu narsaga o'ta ahamiyat bermaydi boshida. Bu narsani baribir kattaroq summa, kichkina summa bo'lsin, bu narsani baribir bank xodimi chiqadi aloqaga yoki ichki ishlar bo'limi chiqadi bunga aloqaga. O'sha holatda keyin javob berishga to'g'ri keladi. Deniz aytganda, bu narsa mol-mulkni o'zlashtirishga to'g'ri aniqa tenglashtirilgan.